Diqqat! Aholi kutmagan xabar. Dam olish kunlari yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Fuqarolar uchun tezkor ma'lumotlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, 16-yanvar kuni va 17-yanvarga o'tar kechasi O'zbekistonning katta qismida yog'ingarchilik bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, keyin u qorga aylanadi. Farg'ona vodiysida yomg'ir kechga tomon yog'adi. 17-yanvar kunduz kuni havo nisbatan beqaror ob-havoga aylanadi. Asosan qor ko'rinishidagi yomg'ir yog'adi, ammo u kuchsizroq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazmda yog'ingarchilik kutilmaydi. 18-yanvar yakshanba kuniga kelib, respublikaning aksariyat hududlarida yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'ladi, faqat kechga tomon va ertalab ayrim joylarga biroz qor yog'ishi mumkin, deyiladi xabarda.